Siz Yulduz Usmonovadan kutmadingiz shunaqa fikr bildirishlarini? To'g'risi men kutmagandim. Avvalambor Yulduz opaga rahmat qo'llagani uchun. Mana shunaqa holatda san'atkorlar solidarniy bo'lish kerak. Chunki har biri bilan shunaqa bo'lishi mumkin. Yulduz Usmonova va Ozoda Nursaidova bir duet kutsak bo'larmikin-a? Endi nasib. Menga juda ham qiziqda shu. Nasib endi yaxshi niyat qilsangiz bo'lib qolar. Demak, oho, ana. Hamma narsa mumkin hayotda. Do'st degan odamingiz dushman bo'lib chiqadi. Dushman degan odamingiz do'st bo'lib chiqadi. Yomon deganingiz yaxshi bo'lib chiqadi. Yaxshi deganingiz yomon bo'lib chiqadi. Men boya aytdimki, kutmagan odamim menga shunaqa udar qildi. Va kutmagan insoningiz lekin ijobiy fikr kutmagan bildirdi. insonim meni qo'llandi avvalambor kattakon rahmat. Har bir san'atkor shu holatga tushishi mumkin, lekin birortasi chiqib fikr aytmadi. Bo'ldi, bir ikkita aktyorlar, men hurmat qiladigan ba'zi san'atkorlar meni orqamdan PR qilmoqchi bo'ldi. Meni yerga urib, o'ziga yarki PR qilmoqchi bo'ldi. Men shokda bo'ldim. O'sha qizimiz ismlari esimda yo'q, aktrisa qizimiz Turkiyada yordam berdingiz. Qancha pul ketdi shunga agar sir bo'lmasa? Qizga $20,000 ketdi. $5,000 shu atrofida, men boshqa o'shugacha yordam berib kelganmiz. $5,000 to'laganman, lekin to'lamadi deyishdi. To'lamaganga chiqdingiz. Undan keyin yana 20,000. Yana 15,000, $20,000 ketdi. Xo'p, mana hozir qizni ko'ryapmiz. Sog'ayib ketsin, omadini bersin. Sizga rahmat dedimi? Menimcha onasi aytdi-yu, menimcha yo'q, o'zi aytmadi shekilli. Yo'q, aytmadi. Sog'ayib ketgandan keyin bitta aloqaga chiqib o'zingizga rahmat. Yo'q, rahmat degani yo'q. Men yana xafa bo'lgan joyim o'sha Sabrinani o'lim yoqasidan olib chiqqan vrach bor. Ya'ni o'sha vrach jonni saqlab qoldi-da. Jonni saqlab qoldi. O'sha odamning oyog'iga yiqilish kerak. Bu qahramonlik haqiqatdan. O'shanga rahmat aytish kerak edi. Endi to'g'risi mana shu respublikamizda vrachligi bo'layotgan bu negativlar, bu shantajlar, buni qonuniy chorasini ko'rish kerak. Shu borayotgan har bir o'sha banisiga borib shantaj qilayotganni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Masalan, men qancha sog'lig'im ketdi, yemagan somsamga pul to'ladim. Tushunyapsizmi? Ya'ni sog'liq mayli, u finans aytmayapman. Aslida ko'p yolg'on gaplar bo'lganda, mayli, kim qilgan u narsani bilmayman. Misol uchun yordam berilmadi dedi, yordam berilgan. 20 minutda skoriy kelgan. O'sha sinimiz Sabrinaxon qo'ygan videolarda o'tirgan bola meni jiyanim bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'sha yerdagi ertalabgacha xudoni zorini qilib o'tirganlar hammasi meni odamlarim. Hammasi joyida bo'lgan. Bitta noto'g'ri narsa bo'lgan, ekspertiza qilinmagan. Sog'lig'im men bir konsert o'tgandan keyin hammasi bilan gaplashaman.